Nexus 3 avtomobilimizga mana shunaqa apelsin rangida proyekt qilib berganmiz. Eng qizig'i bu avtomobilimiz mexanika bo'lishiga qaramasdan Malibu 2 barlarni ham uстановка qilib berganmiz. Signallariga chexol oranjiy bo'lgan. Malibu 2 rullarni ham mana chetlarini oranjiy qilib, yo'llarni black piano qilib o'rnatib berganmiz. Barimiz ham black piano variantida. Monitor, deflektorlar ham o'rnatilgan. Ukamlar endi bu yoq tomonlarini ham bir kelib qildiramiz o'tirdi. Torpedka, 4 eshiklari ham, patoloklari ham xuddi shunaqa rangda. Qo'shimcha qora rang aralashtirib kombinatsiya qilib proyekt qilib beramiz. Hozir bugungi bitgan ishlar signallarga chexol, podushkalari bilan bo'ladi. Yumshoqqina qaranglar. Bar rul. To'g'ri obzor qilamiz. Polikimiz ham premium klassdagi polik hisoblanadi. Oranjiy rangda, o'rtalari korичневый qilingan. Eng рабочий zonasi yaxshi materialdan bo'lgan. Chetlari ham kojinli, u ham zo'r garantiyada. Mana ustki materialni olib ishlatsak ham bo'laveradi. Xudo xolisa. Xo'p, скоростga tushishlari основной obzor qilinadigan joyi. Задний. Mushnik burasini. Xo'p, ruchnoy tormoz bo'lgan, elektronniy tormoz bosib tepaga tortadi. Ovozsiz, burasini bezuk. Telefonlar zaryadka odatda besprovодной zaryadkada ishlab turibdi. Zazorlari birga bir mushnik kelgan, ranglari ham akkuratni chiqqan. Xudo xolisa. Xo'p, barlarimiz. Bu barlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan UZB bar hisoblanadi. Rullar ham original rul. Ko'p knopkali qilib o'rnatib berdi. Chiroyli monitorli ular. Dalniy signallar ham ulangan.